Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Buyuk Britaniyaga nimalar olib ketyapman, shuni yengilgina obzorcha qilamiz, xudo xolasa. Bir boshidan boshlasak, uyda kurtkam bor edi qaliroq, o'sha kurtkani olamiz. Krossovkalarim bor edi. Bitta krossovka oldim. На всякий случай yomg'irga chidamliroq krossovkalar oldim. Jemper oldim ikkita. Buyuk Britaniya sal sovuqroq ekan o'zimizga nisbatan. Partifkam bor edi. Yomg'irda yursa bo'ladigan. Mana bu shapka, gamash, bunisi poyez, belga. O'rtacha triko. Qalinroq triko. Bunisi yuqoriroq triko. Perchatka, bunisi maxsi. Shaxsiy gigiyena vositalari. Termos choq oldim, kichkinagina. Ryukzakka ham ketadigan. Keyin mana bu ichki kiyimlar. Bu ham ichki kiyimlar, bu uyda bor eskisi. Oldim, xalqma qarshi. Katta panama, kichkina panama. Quyosh, mabodo quyosh chiqib, quyoshga ishlaydigan bo'lsak. Mashinkam bor, mashinkamni ham olaman. Juda kerak bo'ladigan narsa bu ham. Mana bu etik. Bu yoqda yomg'ir ko'p bo'ladi, loyda yuramiz ko'pincha. Etik oldim, arzonrog'ini. Bo'ladi. Mana shu bo'ldi hozircha. Endi qolgan narsalardan hozir bitta dorilar qoldi. Bir 10-15 xil dori yozganman, spiska qilib, xudo xolasa. Uni ham bugun yoki ertaga olamiz. Sizlar bilan Jasurbek tanishlarga yuborib qo'ying. Savollaringiz yoki maslahatlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Jasurbek, sog' bo'ling.